Telefondan olgan. O'rtasiga zo'r deb yozib olgan tam. Nimasi zo'r buni? Xohlagan payt, kechqurun 12 da bo'lsa ham, ertalab azonda bo'lsa ham, xohlagan odamdan so'raydi borib. Uyg'otib so'rashi ham ehtiyot bo'lasizlar. Nima turibdi deb hayron bo'lmanglar. Bozorda pochim qilmagan odamga borib, kimni qo'shgan deylavasiz? Hali odam asab endi tomomiga katta xonaga qo'shgan deylaman. Demak, mo'lda asal qo'shaman deylavasiz. Ular pastda mo'lida bor rasmlar chiqadi. Demak, uni katta xolasi mo'lida hamda. Yo, mayli bozor, paxtazorda nima bor? Traktorchiga bor, nima ish qilasiz aka? Gap eshitolma, so'kish eshitolma, bo'ldimi? Dedi pastimdan kolxoz raisining rasmi chiqdi. Rosa eshitgan ekan-da, u traktorchi. Lekin qoyil qoldirgani shu Malika savdo majmuasida bordilar shu yigit. Malika deylar. Biro bir tiyin olmadi shu bola. Hamma ko'chada yurganlar shu yerda-da. Qaysi qo'shim tiyinlayapsiz aka? Mana meni olg'alatdi-yu. Turi, qaysi qo'shiq? Men o'zbekcha qo'shiq tinglamayman, ukam. Gap qara. Hop, qaysi san'atkorni yaxshi ko'rasiz? Men Munisni yaxshi ko'raman-da. Munis o'zbekcha aytmas ekan-da, demak. Bizga o'zbekcha eshitilar-ekan. Demak, Munis qo'shiqlarni yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi aytsin? Voy, ukam, shu ham savolmi? Gap qaranglar. Men Munis kasalman-u. Kasal bo'lsa davolanish kerak, to'g'rimi? Men bitta dasturni tushunmadim. Bu dasturligini keyin bildim. Qo'lida ish qilaversam, o'g'lim yugurib chiqibdi. "Ada, garderobdan ummon chiqdi" deydi. Men yugurib kirib, hamma garderob eshiklarni ochib chiqdim. "Qani ummon? Qaqqosh" desam, "Yo, televizorda garderob dasturida o'tiribdi, ana qarang" dedi. G'alati-da, oila bola chaqali odam. Tasavvur qiling, garderobingizdan ummon chiqsa. Bir urib chiqqan garderobga yetib qolsangiz kerak. G'alati dasturlar ochilib ketganda, bitta dastur umuman tushunmadim. Ana time off. Time off. Soat chiqadi, aylanib. Hech qachon umrida qamalmagan san'atkorlar bitta xonaga qamashadi. Qo'l oyoq boylanadi. Ko'z ham boylanadi. Nima qarab turman, bitta dasturda Benom guruhi bilan Shahzoda Muhammedov bitta xonaga qamab qo'yishib boylab. Ta shart qaranglar, sizlarga 30 daqiqa vaqt ketdimish. Kam emasmi 30 daqiqa? Chunki qo'lni yechish o'ziga 15 minut ketadi. Shahzoda mayli tirishqonlik qilib harakat qilyapti. Sarvar aka shuni yechib yuboring. Ip tortishni yechib yuboring. Harakat qilyapti. Nima qilish kerak boshqa? Sarvar ham ko'zi boylab adash komilligini yechib qo'ydi. Men qoyil qolganim, tag'in jamoani qaraydi. O'zimiz Dilshod ekan bilan Halimaxonni sevimli bitta xonaga qamab qo'yishdi. Shart qaraylar ta. Dilshod aka, Halimaxonni olib chiqib ketish sizning qo'lingizdanmish. Menimcha Dilshod aka Halimaxonni olib chiqqandan ko'ra shkop ko'tarib olib chiqib ketganlari yaxshi. Chunki san'atning eng vesovoy san'atkor shu bo'ladi. To'g'risi, u eshikni ochib qo'ysam Dilshodga hayotda olib chiqa olmaydi Halimaxonni. Chunki u Halimaxonni zo'rg'a olib kirishgan otga ko'ndirib. Endi nima bo'lsa ham zo'r TV kanaliga faqat omad tilaymiz. Bunaqa ko'rsatuvlar ko'p chiqaversin, biz ko'p hazil qilaveraylik. Endi ko'rib turman, bir xil gapirgan gapim yoqadi, ba'zilarga yoqmaydi. To'g'risi, konsertimiz hammalarga ma'qul keladi degan umiddaman. Agar kimgadir ma'qul kelmasa, ko'chaga chiqib bemalol "Orzuyim deydi akansa, konsert dakamasa kansan" deb ketaverasizlar. Qobil Karimberdiyev chiroyli qarsakiylar.
Azizlar, bugun dizayn jamoasida hurmatini qilib, juda ham ko'p san'atkorlarimiz tashrif buyurishgan. Ularni mana birinchi qatorda ko'rib turibmiz. Menimcha birma-bir agar aytib o'tsam, hech kim qarshi bo'lmasa kerak, qarshigilar bilan olqishlab qo'yasizlar degan umiddamiz. Ajoyib inson, ustoz san'atkorimiz Shukrullo aka Isroilov. Shukrullo aka, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Endi visovoy kategoriyadan ketadigan bo'lsak, Halimaxon ham shu yerdalar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshev. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Doston Ubaydullayev. Muzaffar Abdazimov. Yaqinda uylanadi. Agar xabaringda bo'lmagan bo'lsa, tez kunda to'yi bo'ladi. Bu yigit ham ancha yurdi, endi uylanadi. Dilshodbek Kattabekov. Katta bola bo'lib qoldi. Umidaxonim Mirhamidova. Jahongir Foziljonov. Otabek. Chiroyli qarsagilar. Umringlar uzoq bo'lsin. Zamin studiyasining rejissyori Sa'dulla aka Abdullayev ham chiroyli qarsagilar. Abdulla Qurbonov. Alisher Uzoqov. Time off. Shu yerdalar o'zlari ham. Chiroyli qarsak. Shahzoda Muhammedov o'tirdilar. Qarsagilar. Xullas, san'atkorlarimiz ko'p, juda ham ko'p. Ulug'bek Rahmatulloh boy keluvdi, bir ro'ga ketdi bu deyman o'sha. Tirikchilik. Dizayn jamoasi bilan kelishgan holda bitta sovg'amiz bor. Bu sovg'ani hammamiz bir ovozdan kelishgan holda Shukrullo aka Isroilovga taqdim etadigan bo'ldik. Qarsagilar. Hamkorimiz Sherxon choyxonasidan Shukrullo aka sizga sovg'a. Obke. Marhamat. 10 kishi borib tekinga osh yeb kelasiz Shukrullo aka. Chiroyli qarsagilar. Shukrullo aka 10 kishi borib o'sha Sherxon choyxonasida maza qilib osh yeb kelasizlar. Baribir san'atkorlar o'ziga borishadi hammaligi. 10 kishi emas, ana shu o'tirgan hammasi borish kerak edi. Uni ichiga Umida ham kiradi, Shahzoda ham kiradi. Shuna bormasin Halima. Uni desertga. 10 kishi bo'lsa bo'ldi, mana bolalar tayyor. Shuni pulni berib qo'ymaysan ekan hozir endi. Mana rahmat. Nima choyxona deding? Sherxon. Sheragam choyxonalari, rahmat. Chiroyli qarsagilar, Sherxon choyxonasi Abdulla Qurbonov mahallasida. Shunda izladan yangi yo'l bilan chiqib keturishda. Baraka toping. Ana endi yana bir sovg'amiz bor, aynan Sherxon zamonaviy choyxonasidan. Bu sovg'ani yutib olishinglar kerak. Faqat men bir narsa iltimos qilardim. Bugun konsert dasturiga mana shu dizayn jamoasining yigitlarini qarindoshlari kelishgan. U qarindoshlar javob bermaysizlar bu savolga, iltimos. Qarindosh bo'lmaganlar javob berishi kerak. Biroz qiziqarli, biroz qiyinroq, lekin juda ham oson savol. Sahrada 4 yigit bilasizlar. 4 yigit, Dilshod, Abdurahmon, 4 kishini bilasizlar. Mana shu Sa'dulla, Qobil, shularni hammasini farzandini qo'shganda nechta bolasi bor bularni? 4 tala o'niki. Originaldan. Qani kim topoli dizayn jamoasining ashaddiy muxlislari bormi? Nechta? 9 ta. Hammasinikin 4 tala uni bolasini qo'shganda 9 ta bo'ladi, do'stlar. Yo'q, noto'g'ri, 9 ta emas. 9 ta emas, qarindoshidan tashqari, 6, 7, 8 qatordan tashqari. Nechta? 5 ta do'stmi? Nechta? Birinchi qator deydi, umuman bular qaralishmaydi. 5 ta? 5 ta do'stmi? Nima do'st? Bular ancha qo'zilagan, necha yildan beri o'ylagan. To'yga necha yil bo'lib ketdi-yu. Qarindoshidan tashqari, iltimos, qarindoshidan tashqari begonalar. Nechta? Qarindoshmisiz? G'irt begona? Qani bu yoqqa kelingchi, keling, qani. Nechta dedingiz? 13 ta. Kimni qarindoshisiz? Tanimasangiz qatdan bilasiz bola chaqasini bilani. Taxminan bu yoqqa chiqing, taxminingizni. Oqli ismi yo'qmi, hozir bilamiz. Keling. Assalomu alaykum. Ismingiz? Bahodir.
Bahodir, qaysi mahallada turasiz? Samarqand darvozada. Samarqand darvozada. Bugun sizlar tarafda juda probka bo'lyapti. Ana tekin 70%da chopqinlab. Tekinga shapka tarqatib o'tganingiz. Ha, shapka. Qanaqa kiyarganmi? Men sizni tabriklayman. Sizga ham Sherxon choyxonasidan 10 kishi borib maza qilib ovqat yeb kelasizlar. To'g'ri aytdilar, 13 ta. 4 ta yigitni farzandini qo'shganda 13 ta. Xo'sh, Qobilda 4 ta, Abdurahmonda 4 ta, Dilshodda 3 ta, Sadulada 2 ta farzand bor. 13 ta. Chiroyli qarshigiylar. Ana endi yana bitta sovg'amiz bor. Bu sovg'amiz Nuralay savdo belgisidan homiyimizdan atalgan sovg'a. Uni ham egasiga topshirishimiz kerak albatta. Men undan oldin bir narsani so'ramoqchi edim. Nechinchi yil tavallud topgansiz? 1984. 84-yil. Qaysi oyda? 10-mart. 10-mart. Demak, 10-qator 3-joyda kim o'tiribdi? 10-qator 3-joyda kim o'tiribdi? Biletingiz bilan chiqing bu yoqqa. Rahmat sizga, chiroyli qarshigiylar. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. 10-qator 3-joyda kim o'tiribdi? Bilet bilan keling. Sizga 1-qator faxriy. Qarshigiylar, keling. 10 bilan 3 deymi? Mana 13 mana 13. 13. O'zi Shukuraga faqat mana shu 13lar, 90lar sizga to'g'ri keladi. Keling. Qarshigiylar, o'zingiz yutib olgandek o'sha sovg'ani. Assalomu alaykum. Bilet ko'ringlar. 10-qator 3-joy. 80 milliy bilet to'ppa-to'g'ri. Ismingiz? Shuhratjon. Shuhratjon, qayerdan keldingiz? Qo'qondan. Uydan emasmi? Uyda? Ha, uyda Qo'qondan keldingiz. Baraka toping. Vodiydan Perival oshib ketdilar qarshigiylar. Olib chiqinglar sovg'ani. Homiyimiz Nuralay savdo belgisidan Shuhratjonga sovg'a. O'z-o'zingizga ichida rostakasim chang yutgich bor, pilisos bor. Tabriklaymiz. Bemalol uyga borib, uydingizdan xursand qilasiz. Uylanganmisiz? Endi xudo xolos. Endi uylangan bo'lganingizda mana shu sovg'ani olib borsangiz, kelin xursand bo'lardi, keyin siz ham xursand bo'lardingiz. Uydingizdan xursand qiling. Tabriklaymiz Shuhratjon. Muborak bo'lsin. Qarshigiylar. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana Toshkentga bekorga bormadim deyiladi, Perivaldan oshib kelib, pilisos olib ketolman, tekinga deb. Ana to'ppa-to'g'ri Shukuraga yo'l kira bilan bilet pul chiqdi. Dasturimiz davom etadi. Sizlar dizayn jamoasini bilasizlar. Har yil konsert dasturida biron bir mashhur ko'rsatuvga taqlid qilishadi. Aynan bugun ham bir mashhur ko'rsatuvga taqlid qilishgan. Uni tomosha qilasizlar hozir sahnada. Qaysi ko'rsatuvligini aytmayman, parda ochilishi bilan darrov ko'rib olasizlar. Ana ko'rsatuv deysizlar. Demak, dizayn jamoasidan TV taqlid Guldiroz qarshigiylar tomosha qiling va miriqib kuling. Pardalar ochilsin. Qani peredachasi. Ovoz qani. Ko'pchiliklar meni Dmitriy Nagiyevga taqlid qiladi deb o'ylaydi. Lekin men hech qachon Dmitriy Nagiyevga taqlid qilmaganman. Chunki men ovoz qani ko'rsatuv boshlovchisi Dilmurod Oyog'ov bo'laman. Ovoz qani. Itak, barchangizni ko'p kuttirmagan holda bugungi peredachamizga taklif etilgan san'atkorlarimizni agar san'atkor deyish mumkin bo'lsa, san'atkorlarimizni qo'shiqlarini eshitib, ularning ovozlarini topib berish maqsadida taklif etilgan 4 nafar hakamlarimizni tanishtirib o'tsam. Demak, первый hakamimiz Sami Glamodniy, Sami Gospitalniy, Sami горизонтальный, Sami glazorniy, gastrobayter. Короче, odil hakamimiz Dima Bilan. Добрый вечер всем. Bugungi tashrif buyurgan ishtirokchilarga Xudoyim ovoz bersin deb qolamiz. Ovoz qani. Men продолжаем. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, sizga shubhasiz quloq kerak bo'ladi. O'zingiz o'ylab ko'ring, quloq bo'lmasa ochkini qayerga taqasiz?
Demak, ikkinchi qulog'imiz. Ikkinchi sudya. Grigoriy Leps. Assalomu alaykum hurmatli san'at shaydolari, hammalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ushbu oqshom barchamiz uchun unutilmas bo'lib qoladi va albatta ishtirokchilarimiz uchun xolamasa unutilmas bo'lib qoladi. Ovoz qani? Ya, davom etaman. Inson hayotda xunuk bo'lsa, hamma uni ustidan kuladi. Ustiga ustak isming ham xunuk bo'lsa, yashamagan ma'qul. Izmail Slov tushungandir tursizlar. Tretilishli hakamimiz. Polin Gagarin. Gap yo'q. Ahmoqni katta kichigi bo'lmaydi deb amir. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi ishtirokchilar bizani lol qoldiradigan umiddamiz. Ovoz qani? Ayam davom etaman. Inson hayotda aslo erinmasligi kerak. Uyqu keldimi, darrov yotib uxlash kerak. Uxlolmayapsizmi? Kimgadir qarz bering, o'zlari uxlatib ketishadi. 4-chi, samimiy strashli hakamimiz Aleksandr Gradskiy. Qarang, Leps. Uxlatib ketishdi-yu. Gradskiy. Turli. Boshlandimi? Boshlandi. Voy. Assalomu alaykum. Endi mana umid qilaman bugungi kelgan qo'shiqchilarimiz hammamizga chiroyli qo'shiqlar aytib, hammamizni og'zimizni ochib ketishadi. Siz og'zingiz shundan ham pastdan ochilayotadi lekin. Ajoyib. Lekin tabiatga foydasi bor. Nega? Endi pashshalar ham shoshganda qaqqadir kirish kerak. Ajoyib, ajoyib. Ya. Namuncha ko'rsatuv boshlanmasdan faqat ajoyib deyapsiz. Endi bilasizmi, men haligi hozir nutq madaniyati degan kitobni o'qiyapman-da. Shu kitobda yozilishicha, bekorlarning 5tasini yebsan, mana shu gapingga yebsan degan gaplarni mana Leps san gapirsang bo'lar ekan. Men uni chiroyli qilib ajoyib desam ham bo'lar ekan. Shunga nima deysan, Leps? Yeps. Ajoyib. Qoyil, ko'p. Voy, Bilan. O'zi siz kim bilan maslahatlashib ismingizni Dima Bilan qo'yib olgansiz, ey? Dima Bilan maslahatlashib Dima Bilan qo'yib olganman. Nima ishingiz bor siz? Chochchitega bekinay o'tirsangiz shundan ko'ra. Dima Bilan. Gradskiy bilan bir-biringlar bilan urush nima qilasizlar bilan? To'g'risi men ko'p katta odam gapirayotgan gapini qarang. Ajoyib. Nima degani? Ha, so'radilar. Nima aynan Dima Bilan? Voy, meni administratorning oti Dima. Nuqul yo'ligimda qani o'tsa Dima bilan deyshadi. O'shaning uchun so'rab o'tirmasimmi Dima bilan? Qani Dima? Dima Munis bilan hozir. Munis bilanmi hozir? Dima bilan Munis bilan xullasda. Nima farqi bor sizdan? Nima aralashyapsiz? Sizdan hech kim so'ramayapti, nima ismingiz Leps deb. So'ramaydi hamda. Chunki ismim Grigoriy-ku. Familiyam Leps. Sizni otingiz Grigoriymi? Ha. Ne Grigoriy qo'ygansiz, kechirasiz? Qo'ygim kelgan bo'ldi. Siz nima aralashyapsiz, Gagarin? Chilonzor Tarbiya sektorida haykalga aloqangiz yo'qmi, Gagarin? Yuriy Gagaringa qandoshlik joylaringiz yo'qmi? Ya, u Polinaning aloqasi bor. Men u aloqam yo'q. Polina Gagarinani-da, to'g'rimi? Ana o'zingiz gapirib turibsiz-da mana. Rossiyaning Golus передачасida Polina Gagarina. Polin Gagarin emas. Voy, odam ham shunchalik g'alcha bo'ladimi, ey? Bunda e'tibor beringlar ismga. Polina Gagarina, u ayol kishi. Bu erkak kishi, bunda harflarga e'tibor beringlar. Polin Gagarin, bunda yo'q.
Rahmat. Uni tushuntiribmiz. Man taxallusim bu, ismim emas. Hop, sizniki taxallus ekan. U yoq kishimi nima ismlari Gradskiy. Yo, endi постоянно Gradskiy yurgandan keyin Gradskiy bo'ladi. Gradskiy. Hovli qatta edi. Bratskiydi. Qatta u. Alo, Volgogradskiy degan. Chilanzarskiylar. Уважаемый sudyalar. Sizlarga xalaqit berib qo'ymayapmanmi? Yo'q. Agar okey desalaringiz ko'rsatuvni boshlasak. Okey. Ishtirokchilar tayyor, sizlar tayyormisizlar? Hurmatli hakamlar, are you ready? Yes. Ishtirokchi, are you ready? Happy birthday. Kamina Mr. Dosya. Yoshligimda katta bo'lishni orzu qilganman. Katta bo'lgandan keyin kichkina bo'lgan yaxshi degan fikrga borib qoldim. Shunda ustozim menga aytdilar-ki, agar sen mashhur kasabroq bo'lishni xohlasang, qum qog'ozni yerga yaxshilab ishqaladilar. Shunda men qo'shiqchilik sohasini tanladim. Ko'rsatuvga chiqishimdan maqsad nimaga qodirligimni ko'rsatib qo'yish. Ani. Zo'r ashula aytsin ishqilib. Ketdilar aytsam. Oxiriga maza qildim. Sen mensan jonim deydi. Mana Mr. Neudachnik. 1 2 3 4 hakamlarimizni birortasi ham sizga qayrilib qaramadi. Bunga sabab nima ekan? O'zingiz ayting. Bolalar, bilasizlarmi, mana shu hozir shu yigitni ovozlarini eshitib, mana shu yoshligimni eslab qoldim-da. Yoshligimda juda bir ijodkor bo'lganman, juda bir kuch g'ayratga to'la bo'lganman. Qo'shiqlarni ham zo'r aytardim. Mana shu erta saharda o'rnimdan turib bitta tuxum yutib olardim deb bir boshlasam tugatishim qiyin bo'lardi. Hozir nima? Qaridingizmi? Tuxum ham yordam bermayaptimi? Gradskiy. Bratishka, agar Tomas Edison elektr tokini ixtiro qilmaganda, sen hali ham televizorda shamda ko'rayotgan bo'larding. Sani eng katta xatoing qo'shiqni past notadan olding. Agar o'rningda bo'lganimda, bu gulshan so'z ekan so'z, ustiga etgali keldik deb aytgan bo'lardim. Afsuski menda bunday ovoz yo'q. Hakamlarimizning fikrini eshitishga tayyormisan uka? Demak, birinchi bo'lib. Dema bilan. Endi uka qo'shiqni eshitdik, maza qilardik. Yorib yoribsiz. Rahmat. Endi fikr yo'q, savol bor uka. Bundan boshqa ashulalarimiz bormi, tuzura? Ana oldin 3 yil oldin chiqqani nega? Unga 3 barobar maza qilarganmiz. Bir sho'xroq, bir zamonaviy ashula yo'qmi bunda? Bor, yengisi bor. Ana, eshiting. Boshqacha ekan, ikkinchi muhabbat boshqacha ekan. Ana, mana mashina aytish kerak edi. So'zlari ham to'g'ri yozilganda uka. Rostdan ham ikkinchisi boshqacha bo'ladi uka. Ikkinchisi uzoqroq bo'ladi. Arzonroq bo'ladi. Eng zo'ri birinchisini ikkinchi muhabbatdan xabar bo'lmaydi. Uka, mashina aytish kerak edi. Alamlar. Dima beva. Spasibo za fikr. Dilmurod. Ruschani kamroq aralashtiring, пожалуйста. Okey. Ukam, tayyormisan ikkinchi fikrni eshitishga? Poligagari. Endi menda ham fikr yo'q, savol bor. Aytgan ashulangiz bo'yicha kim yozgan va ashulani kechirasiz? O'zim? She'rinichi? O'zim? Aranjirovkani kim qilgan? O'zim? Qaysi studiyada kechirasiz? O'zimmi studiyamda? Tushunarli. Demak, qo'shiqni kim eshitish kerak? O'zim? Rahmat, boshqa fikrim yo'q. Gagarin, мнение uchun tashakkur. Davom etamiz. Uchinchi fikrni eshitamiz. Grigoriy Lepasi. Endi men hozir
telefonda o'yinni to'xtatib eshitdim qo'shig'ingiz. To'g'ri joyini o'zi yo'q. Faqat xatolar ko'p. Siz o'ylamang bu yerda o'tirgan hakamlar xatoni ham tushunmaydi deb. Turishingizni qarang. Xatoda. Niyat qilamiz kelajakda shu xatolaringizni to'g'rilaysiz. Uyga borganda xatolaringizni ko'rib chiqasiz uka. Davom etamiz. Самый последний fikrda Aleksandr Gradskiydan eshitamiz, marhamat. Endi uka, nima deymiz endi? Kiribsiz endi, mayli. Bu san'atga kirgandan keyin siz hali o'zingizni yo'lingizni topib olishingiz kerak bo'ladi-da. Ko'rsating o'sha yo'lni menga bir ustoz sifatida. Mana o'sha to'g'rilayman, o'sha yo'lni ko'rsating menga. Xo'p, mayli endi sizga men yaxshilik qilaman, mayli. Nima desam bo'ladi endi? Sizning yo'lingiz mana shu yerdan mana shu orqaga to'g'riga borsangiz, o'sha yerda akfa eshik bor, ko'chaga to'g'ri chiqib ketaverasiz. O'sha sizning yo'lingiz o'sha. Ukam, mana ko'rib turibsan. Senga so'nggi so'zim. Go to the ko'cha. Davom etamiz. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Trimol tabletkalari. Quloq homiylarimiz esa Naftizin. Demak, ikkinchi ishtirokchini taklif etaman. Hakamlar, are you ready? Muxlislar, are you ready? Tommy Jerry. Salom, men Siyaman. Salom, meni ismim Siya. Onam chet el xonandasi Siyaga havas qilganlar uchun meni ham ismimni Siya deb qo'yganlar. U ishlarni ko'pincha qilganimda qo'shiqlar hikoya qilishni yaxshi ko'rardim. Shu sababdan ham aynan menga do'stlarim, oila a'zolarim qo'lingdan kelgan ish qilsangchi deyishardi. Shunda men tushundimki, farroshlik meni qo'limdan kelmas ekan. Bu ko'rsatuvga kelishimdan maqsad o'z ovozimni topish niyatidaman. Hamma ishtirokchilarga omad tilayman, ayniqsa o'zimga. Voy, omad. Ani yorvarsinlash qilib. Mi alma di alma, tu eres la primavera, tu es primavera. Ay, 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 tu no dance, Ovoz qani? Ovoz. To'ppa to'g'ri, efirda ovoz chiqarib yiridachasi. Dilmurod Oyoqov oyoq betdan. Ovozi qara rostdan ham ko'rpacha bo'yapti. Voy, tavba. Bolalar, men qaranglar. Bash qo'shuvni men budillikka yozsam bo'lar ekan lekin. Nega? Ertalari ochlik uxlab qoladigan odatim bor-ku. Bash budillikni qo'yadigan bo'lsam, uyqu tugur xotinlar qochib ketadi-da. Lekin ovoz haqiqatan. Ovoz eshityapsiz. Ana eshitgansiz-ku. Mixazin tovusini. Kuyla qushlarcha. To'g'ri lekin. Voy, tavba, ovozi qara rasvoligini. Men bunaqa ovozni kanizada ham eshitmaganman. G'alibda qarab ko'ring, xatiyami basharasi chiroylidir. Qarang. Uzr, men boshqa bunaqa xato qilmayman. Ko'rpacha bo'yapti. Xattir. Mana misli udachniца. Ko'rib turganingizdek sizga ham birorta hakam qayrilib qaramadi. Ruxsat bersangiz sizni hakamlar oldiga olib tursam. Bilasizmi? Erkak kishi maymundan sal farq qilsa bo'ldi. Ayol kishi esa dugonasidan. Tayyormisiz fikrlar deyishga? Marhamat hakamlar. Polinga garing. Endi menda yana fikr yo'q-ku, maslahat bor. Endi ovozni eshitib ko'rdik, topishga rosa harakat qildik. Yo'q hech qayerda. Qidirdik, rosa Qidirdik. Endi shu yo'lda ketaman desiz, siz bir musiqa oliygohiga topshiring. To'g'ri.
Musiqa maktabiga ekan, kechirasiz, adashimman. Maktabga. Yana. Musiqa bog'chasiga ekan, kechirasiz. Endi qayta tug'ilsangiz zo'r bo'lardi, buni ilojisi yo'q. Boshqa fikrim yo'q. Fikr uchun sen-ku Grigoriy Lepasi, marhamat. Endi men boshida tanishtirayotganlarda siyaman deganingizga ishonmadim. Har qatta o'xshirgansiz. Gap yo'q. Lekin sizga maslahatim san'at yo'lini tark etib, ko'chaga chiqib kattaroq yo'lni tanlab, chiroyli inomarka mashina olsangiz qizil, shu ashulani aytaversangiz chiroyli emasmi? Ana. Yo'q, gapingiz to'g'ri-yu, lekin men mashina haydashni bilmayman. Yarim yo'lda avariya bo'lib ketsamchi? Endi san'at yo'lida kaltenteda o'lganda airbag ichida o'lganingiz yaxshi-da. O'ylab ko'ring, chiroyli o'lasiz lekin. To'g'ri aytyapti, to'g'ri. Fikr uchun spasiba. Dima bilan sinimiz haqida fikrlaringiz marhamat. Endi sinimiz haqida bo'lsa, men boya o'girilganda ham qaradim. Mana shu yerdan ham ko'rinib turibdi. Harakat qilib ketdilar har holda salonga kirib, o'zingizga qarab. 2 qavat kiprik yopishtiribsiz. Bir yoq ko'chyapti, mana shu yerdan ko'rinib turibdi. Egan saloningiz yaxshi emas ekan, arzon salon ekan. Shampunni arzondan ishlatibdi, shunday hidi kelib turibdi. Qomat masalasiga kelsak, gap yo'q. O'zi ham suyakka terini laminatsiya qilganday bo'libdi o'zi ham. Gap yo'q. Bilan qo'shiq haqida fikringiz? Qo'shiq haqidami? Bu qo'shiq fikr-mikrga arzimaydi. Agar tayyor bo'lsangiz, dahshatli so'nggi fikrni eshitsak. Aleksandr Gradskiy. Sinem. Endi uzr endi. Hali hozir xapasiz, sizni tushunib turibman. Bu yerda sal ko'yni bo'shrog'i menman. Hozir mana siqilib, yolg'iz o'zingiz ko'chada yolg'iz siqilib ketyapsiz, o'zingiz o'ylang. Borib yolg'iz uyda yolg'iz o'zingiz o'tirib ichmoqchisiz-da alamdan, to'g'rimi? Endi menga ayting, shu kerakmi? Salonni ketkizib, yolg'iz, voy. Maslahatim, ko'rsatuv tugashini kuting. Mana men ham bo'shayman. Kechigidan kelib bosh og'rib turuvdi. Mayli. Katta odam qarang, uyatsiz navarasidan kerak. Singlim, mana ko'rib turganingizdek, ustingizdan birorta ham yaxshi fikr tushmadi. Faqat jaluzi tushdi. Jalaba tushdi. Shunday ekan, ko'rsatuvimiz haqida 2 og'iz fikrlaringizni eshitsak. Xursandman bu ko'rsatuvda qatnash. Odamda ozgina aql bo'lish kerak. Chunki o'zini mikrofoni turib manikiga gapirishlik. Bu haqiqiy aqlsizlik. Meni xafa qildingiz seni. Telefoningizda sharoit bormi? Bor, nimaga? Yo'qing, parosat tashlab beraman. Siz bilan ham xayrlashamiz. Tayyormisiz tark etishga? Ha, tayyor. Na start. Внимание! Makaron! Nima? Na start, внимание, борщ! Bore. Ovoz qalin! Bo'rini qo'liga tushgan quyon meni yema der ekan. Bilmaydiki, bo'rining niyati boshqa. Tayyormisizlar? Davom etamiz. Navbatdagi ishtirokchi, marhamat. Qilib yaxshi aytsin deymiz. Qani, yorvaringchi. Boshla. Etmaydi u. Etmasdan olib ketmoqchi bu itu. Gradskiy. Qarangchi. Bu kim kelganmi o'zi? Uka,
Salom alaykum. Ha? Kattalarda u kim bormi? Katta nima qilsan? Yo'q, san'atkor qo'shiq aytish kerak ekan bu yerda. Ha? O'shanga hisob kitob qorsanglar, keyin tushar ekan, tashqarida kutib turibdilar. Sen kimsan sen? Men administratorman. Ey, oyog'i qancha. Shundoq hisob kitob qoringlar. Ukam. Adashding. Ashibga qilding. Bilasanmi, bu ko'rsatuvda pul umuman rol o'ynamaydi. Agar pul muhim bo'lganda ko'rsatuvning nomini biz ovoz qani emas, qog'oz qani deb nomlardik. Mayli muxlislarning yuziga qaramagan holda fikringni bilsam. Ko'ryapsanmi ukam, makillab qolasan. Qo'shiqchini taklif qil. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Dona. Men yoshim 18 yoshligida men musiqaga qiziqib qolganman. Men noan'anaviy yo'nalishda ijod qilaman. Jazz, blues, rock and roll, estrada yo'nalishi, maqom, shash maqom. Bular men uchun umuman begona. O'sha uchun men bu ko'rsatuvga yutaman deb keldim. O'ylaymanki, juri a'zolariga yoqaman. Barchaga omad. Ha, ishqim, mashinasi yaxshi yetar. Ha. Yomonmas. O'g'irli. Ha? Ay yo'q, men bu qizni taniyman. Voy. O'girsam nito bo'ladi, u ham meni taniydi. Ama o'girildim. Oo. Ha, arziydimi? Ha, keling. Nima gap yo'q lekin. Dahshat. Gratskini ham o'giryordi-yu. Voy, paling et ashularni tugatmasin. Voy, tugatmaydi. Bu yokishi o'zi boshlanganga xursand